Başqa soğuq sayin öyrənməsəڭmi mayli, lekin pintoza və səvzdən faydalanıb qılğan ma soğuq sayin çoxum bir öyrənib olinglar. Qilish usulimi bakla oddiy do'stlar, faqat 5 minutlik vaqt bo'lsa yetadi. Hamma o'rganish boshlaylik ketdik. Ketadigan materiallar mana shunchalik oddiy do'stlar. Avval ma'nodagi lapizdan 2 tal tayyor qilgandan keyin buni qaynoq suv pavli qilamiz. Ondan muvofiq miqdorda pintoz chilib olamiz. Ishlatganim bo'lsa, cho'ng ustamning shayyodan ishlab chiqarilgan qandsiz bo'lgan shayyo pintozisi. Hamda bir vaj qizil savza va bir vaj sariq savza tayyor qilib, qirg'ichda mana shunday inchik qilib sirqilib olib, sovuq sayning rangidan ko'rkam chiqish uchun 2 tal palak tayyor qilib, bunimi uzunligini moslashtirib to'g'rib oldim. Hamda qozonga suv qo'yib, qaynagandan keyin bir qo'shq tuz, muvofiq miqdorda may qo'yib, savza palaklarni solib, buni uzoq qaynatmaymiz, faqat 4 sekund atrofida qo'yib suzib olib, sovuq suvni o'tkazgandan keyin qo'limiz orqali ching'iz qilib suzib olamiz. Ondan qozonni qayib qolgan suvga bayağı suv chilib olgan pintozni solib, buni bir qaynatib suzib olgandan keyin asbayam saylarni ustiga solib, orqadan sovuq sayning jini bo'lgan qiyamini tayyorlaylik. Samsaq, so'ng piyoz va bayağı chilib olgan lapizni mana shunday ushaq to'g'rab, buning ustiga bir qo'shq kunjut va raurs qizitib olgan mayni 2 bo'lib qo'yib, rosa aralashtirib bizlik buroqlarini chiqarib, nayt az miqdorda tuz, yarım qo'shq shakar va ochiq suv qo'yamiz. Ishlatganim bo'lsa, cho'ng ustamning sap ochiqdan ishlab chiqarilgan ochiq suvi. Ondan shingchudan yarım chimishni azroq qo'yib, rosa aralashtirib, tuzlarni to'liq eritgandan keyin sovuq sayning ustiga qo'yib, yana bir to'liq aralashtirib, taqsig'ilib iste'mol qilsaqlar, bizning nayt o'xshagan sovuq suyimiz tayyor bo'ladi. Ondan mush fursatda izchil filmlarim yoqtirib ko'rayotgan do'stlarningki, yetiq muborak bo'lsin. Oxirida cho'ng ustamning cho'ngligi bor, ishlatgan shingchu va ochiq suv lozim do'stlarga boshpatga sari qarab yasib qo'ydim. Haqsiz bo'lgan yuraklarni besib, qo'llag'ash ko'rsang do'stlar, qo'llagan do'stlar ko'pdan ko'p rahmat. Beytlik qo'yning qeyrinda sovuq say qilishni yutib qo'ysangiz deb uchirdigani to'shtirib qilyaptinglar. Mana bugun qeyrin qattiq chiqib oldi degan do'stlarga yumshoq pishirish usulini yutib qo'yay. Etish usuli oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur bugun alaysiz. Samsugunish boshlaylik ketdik. Avval qo'shimcha materiallarni tayyor qilaylik, ya'ni ko'k, qizil laza va piyozni mushundoq sirqilib olsak bo'ldi. Bozordan kelgan xam qeyrinni suvda yarim soat atrofida qaynatib pishirib olgandan keyin, buni mushundoq inchikka sirqilib to'g'rab olib, Haras do'stlar, qeyrinni g'ayripuruqini yo'qotish uchun qaynatqani cho'qim 2 qo'shq oqachiq suv qo'yishni unutib qolmanglar. Hamda tayyor qilib olgan qeyrinning ustiga piyoz va lazlarni solib, endi buni ta'min tanshaylik. Yarım qo'shqdan azroq tuz, az miqdorda oqmoch va atkanlarni ishlatamiz. Mening ishlatganim bo'lsa, cho'ng ustamning yakanniki purqina ait mizlik chiqqan yerlik yog'lasi. Buning ustiga yana az miqdorda samsaq, cho'ng ustamning chamg'ur shingchu ustidan yana 2 qo'shq ochiq suvni ko'proq ishlatamiz, ya'ni 5 qo'shq atrofida qo'yib, buning ustiga nayt az miqdorda vejing va 2 qo'shq oq shakar berib, mening qo'lim bilan ustini 80 qatim aralashtirgandan keyin taqsig'ilib iste'mol qilsak bo'ladi. Etish usuli shunchalik oddiy do'stlar, oila chuqur bir tatbiq qilinglar. Amsa oxiri cho'ng ustamning cho'ngligi bor, ishlatgan mallar lozim do'stlarga boshpatga ser qarab yasib qo'ydim. Qo'llagan do'stlarga rahmat, aman bo'linglar, kelar qatim ko'rishaylik, xayr xo'sh. Odatda qo'y besh yesam ko'nglim tegadi yoki g'ayripuroq chiqadi deydigan do'stlar, ma'nodagi ochiq-chuchuk bizlik qilib pishirib yapayotgan alamat o'xshaydi. Etish usuli nayt oddiy bo'lib, birlik o'zingizga o'rganalaysiz, samsugunish boshlaylik ketdi. Avval tayyor qilib olgan qo'yning bosh va paqalchoqlarini chuqur pokiz adalab mana shunday süzükalat keltiramiz. Ondan buni sovuq silib, tovoqni yepib qaynatamiz. Ondan qozonga bir chimich atrofida may qo'yib, suratdagidek mana shunday zanjibil, so'ng piyoz, samsoqlarni silib, birdan qo'rib, mizlik puroq chiqqandan keyin oldin sug'uchilib olgan 2 tal atrofida shenjal silib, yana davomli qo'rib, bir tal xo'ga tetitquz ishlatamiz. Ishlatganim bo'lsa, cho'ng ustamning samovar sho'rpa tetitqusi. Orqadan uyda qilgan lazjangdan bir qo'shq silib, o'tni yuqori ichib davomli aralashtirib qo'rib, tetitquning maylarini to'liq chiqarib, hamda tuvandagidek xushpuroq materiallarni tayyor qilamiz, ya'ni shangye, savgo, bajo, bayku, shavxushang, ko'k kavavchin va qizil kavavchin tayyor qilamiz. Araliq ko'rib misha kapsul do'stlar, ajrimga haqsiz bo'lgan yuraklarni besib, penglar oyniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llagan do'stlar ko'pdan ko'p rahmat. Ta'min tanshash uchun bir qo'shq atrofida tuz, yarım qo'shq oqmoch, az miqdorda shingchu qo'yib, rosa aralashtirib bir qaynatib etgandan keyin, badaya qozonni qaynayotgan qo'y beshning ustiga qo'yib, tovoqni yepib, taxminan tuvan o'tda 1 soat qaynatamiz. Ondan keyin qo'y beshning ustiga qo'yib egili oddiy usulda jiz tayyor qilaylik. So'ng piyoz, samsaq, uvoqlaza bir qo'shq kunjut silib, raurs qizigan mayni 2 bo'lib qo'yib, bularni rosa ko'ydirib, mizlik puroq chiqarib, nayt az miqdorda tuz, az miqdorda shakar va muvofiq miqdorda ochiq suv ishlatamiz. Ishlatganim bo'lsa, yana cho'ng ustamning ochiq suvi. Vaqt tushib, tovoqni ochmay yana 15 minut qo'yib qo'ygandik olti do'stlar, mana bu rang desa rang bor, ta'm desa ta'm bor, alamat o'xshabdi.
Ahırda çoğun ustamdan çoğunluq var dostlar. Ailesi çoğun ustamdan qo'lga tetik bo'lsin tekshirib bakman dostlar. Cho'qim bir ishlatib beqinglar, ta'minat yaxshi chiqdi. Ems filmlarim yoqtirib ko'rgan do'stlar, rahmat. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh.